Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyidan qurultay raisi Turg'unjon Aloviddin, qurultayning muavin raisi Zumratay Erkin ve qurultayning sobiq raisi, Uyg'ur kishilik huquq demokratiya markazining raisi Dolqin Aysalar Fransiya parlamenti kishilik huquq komiteti ve parlament a'zolari bilan uchrashish elib bordi. Mazkur hay'at 23 martdan 25 martgacha Fransiyada elib boradigan faoliyatlarni boshlagan bo'lib, qurultay hay'ati taklifga binoan 23 mart kuni Fransiyaning eng qadimiy universitetlaridan biri bo'lgan Parij siyosiy tadqiqot institutida ziyoratda bo'lgan ve Dolqin Aysa apandi mazkur universitetning o'quvchi-o'qituvchilariga Sharq Turkiston masalasi, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi ve Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan qirg'inchilik siyosatlari haqida leksiya bergan. When I was before came to the university, I was personally thought also we are Uyghurs, Kazakh and Chinese. We are not same. We should not have equal rights. You know, we are feeling we are. Qurultay hay'ati yana 24 mart kuni Fransiya hukumati kishilik huquq komissiyasini ziyorat qilib, bu ziyorat jarayonida komitetning mas'ullari va parlament a'zolari bilan uchrashib, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning hali ham davom qilayotganligini, Xitoyning chegara halqagan bostirishi, qirg'inchilik jinoyatini aqlash uchun elib berayotgan ta'tir tashviqotlari haqida suhbat elib berib, Fransiyaning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilgan bir davlat bo'lish sifati bilan xalqaro sahnalarda Uyg'ur masalasini kun tartibga elib kelishda kuch chiqarishini talab qilgan. Fransiya hükümetinin Fransiya'nın devletlik insan hakları komisyonuna ziyaret kıldık. Onunla 2020 ikinci ayda kelgen vaktimiz bir görüşken bula hem de çünkü Fransiya hükümetiga insan hakları meselesi doğruluk maslahat berdiğan ve onun siyasetlerini kıldıgan mühim bir organ ki onların rehberleriyle görüşüp şu Xitayning Uyghur erkek kırgınçılığının üstüne yepiş için kandak hareketlerini kıvatkallığı o'xshaydigan doktorluk hamda Xitoyning chegara alqan bostirish siyosatlarının qaysi darajaga yetganligi, buning Uyg'ur jamoatiga, Uyg'ur tashkilotlariga, jamoat nimasiga bo'lgan faoliyatchilarga bo'lgan ta'siri, xalqaro diki ta'siri va har qaysi davlatlarning, bo'lib Yevropa davlatlarining davlat milliy bexatarligiga qanday ta'sir ko'rsatganligi olgan nuqtalar haqida ular bilan so'zlashdik, fikrlashgan bo'ldik. Anadaki Fransiya'nın hükümet adamları bilen görüşüp bugünkü vaziyet doğruluk malumat bergen bulduk. Dunyo Uyg'ur qurultayning sobiq raisi Dolqin Aysaning 10 yildan beri Xitoy turmusida tutib turilayotgan inisi Xushtar Aysaning tug'ilgan kuni munosabati bilan maxsus bayonot e'lon qildi. Xitoy hukumati Dolqin Aysadan o'chilish uchun uning oilasidan dadasi Aysa Mehmet, onasi Ayxon Mehmet, akasi Yolqin Aysa ve inisi Xushtar Aysani 2017-yili jazo lagerlariga va turmalarga solgan bo'lib, onasi Ayxon Mehmet Aqsuning Kalpandagi bir lagerida Xitoy tarafidan shahid qilingan. Aqsu Ma'rif institutining o'qituvchisi bo'lgan akasi Yolqin Aysa 20 yillik qatnash injener bo'lgan inisi Xushtar Aysa muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan edi. 24 mart Xushtar Aysaning tug'ilgan kuni ve shundaqla uning tajovuzchi Xitoy tarafidan tutqun qilinganligining 10-yili bo'lib, bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq demokratiya markazi, ya'ni UZDM bu haqda maxsus bayonot e'lon qilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bayonotida Xitoy hukumatining chet ellardagi Uyg'ur faoliyatchilarining ovozini bostirish ve ularni qo'rqitish uchun elib berayotgan bu rezil siyosatini ve Dolqin Aysadan o'chilish uchun Xushtar Aysani jazolaganligini qattiq ayiblaydi. Xushtar Aysa 1996-yili Xi'an qatnash universitetini bitkizgan ve maktabda o'qish jarayonida ve maktab bitirgandan keyin izchil turda Xitoy hukumatining nazorati ostida yashagan bo'lib, gerçi maktabni a'lo natijalar bilan bitirgan bo'lsa-mu, Dolqin Aysaning chet eldagi siyosiy faoliyatlari uchun uningdan o'chilish uchun ish qabul qilinmagan. U bir mezgil Aqsu shahrida restoran ochgan ve Aqsudagi bir shopirlik maktabida o'qituvchi bo'lib ishlagan.
2017 yılı Xitay hökuməti Şərq Türkistanda cəza lagerlərini qurub, kən köləmdə Uyğurlarını tutqun qilishqa başlaganda ailə boyunca qo'lga ilinib, 2 yil tutib turilgan və arqadan muddatsiz kesib etilgan. Dolqin Aysa Apandi bu vaqtda enim begunoh edi. U mening faoliyatlarim va Uyg'ur xalqining ovoz bo'lish sifati bilan qilgan xizmatlarim sababidan jazolandi. Dastlabda opamning 2019 yili lagerda qazo qilganligini, 2020 yili dadamning qazo qilganligini, uningdan keyin akam Yalqinning 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligini xabar topdim. Xitoy hukumatı chet ellik Uyg'urlarning ovozini bostirish uchun vatandagi tuqqanlarni go'riga elish siyosatini qo'llanayotdi. Mening akam, ukam va ota-onam ana shulardan biri. Hozir ularning qayerda ekanligi va hayot yoki emasligi noma'lum deganlarni ta'kidlab o'tdi. Bu masala haqida ayni vaqtda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi va xalqaro tashkilotlar aloqador o'rinlarga qayta telefon qilgan bo'lsa-mu, Xitoy doiralari javob qaytarmagan bo'lib, Yevropa Ittifoqi Xitoy ishlari komitetining mas'uli, parlament a'zosi Engin Eroğlumu o'zining ijtimoiy taratqi hisobida bu yolg'iz bir delo emas, bu Uyg'ur oilalariga qarshi kollektiv jazoning bir partisi. Xitoy hukumatı ularning qayerda ekanligini darhol oshkorlashi va ularni shartsiz qo'yib berish kerak. Biz Aysa oilasi bilan davomli hamkorlashimiz deganlarni yozgan. Ayni vaqtda Dolqin Aysa Apandining Aqsudagi oilasini davomli ziyorat qiladigan va uning oilasidagilarni yaqindan taniydigan Dünya Uyg'ur Qurultiyi Uchur axborot markazining muavin mudiri Habibullah Izchimov bu vaqtda to'xtalib, Xitoy hukumatining bu shakldagi chetib jazolash qilmishining yangi masala emasligini, 90-yillarning oxirida Dolqin Aysaning onasi marhum Ayxon Mamatning qilgan so'zlarini eslab o'tdi. Men Dolqin Aysa Apandimning oilasini vatandan tortib tanıyman. 94-yildan boshlab har qatam shu janubga o'tganimda Qashqa Aqsu hotellarga borganimda chuqur kirib Aqsu ashliq idorasining ichidagi uyda Ayxon opamizni, ondan keyin bu Isa Mamat akamizni yo'qlab o'tdim. Har qatamning vaqtda Dolqin Apandimning gapini qilardi. Xushtarnimi shu munosabat bilan, ya'ni 1994-yildan rahmatlik ustozimiz Nizomiddin Husayn Apandimning vositasi bilan tanıdım. Tunji qatim shu yerda ko'rgan. Bu Xushtar maktabdan ait yaxshi o'qigan, aktiv, faoliyatchan bir bolta. Maktab bitirgandan keyin Dolqin Aysa Apandim sabablik nurg'un yaginib qolmasimi ish olmadi, ya'ni bu oila nuqtaliq oila deb qaralganlik uchun Xushtar bo'lsin, Dolqin Aysa Apandimning akasi Yalqin ukam bo'lsin, maktablarda ishlagan yerda nazoratda davomli kelib uyni tekshiradigan ashundalik nazorat ostida yashayotgan to'q. O Xushtar oshxona keyin o xizmatni qilamagandan keyin Aqsu 1-o'ttirdan keyin Ardavilda bir oshxona ochdi. Oshxona ochgan vaqtda soqchilar to'g'ri kelib tekshirib, Ramazonda ochmaysan deb degandek nurg'un ishlarni qilgan. Növbəsidən nurg'un avarchiliklar o'tdi. Keyin chet elga chiqqandan keyin 2017-yillarda tutqun qilinganligini xabar topdik. Bu ailəga qaratilgan bu hamda bu yolg'iz Dolqin Aysa Apandimning oilasi emas, butun Sharqiy Turkiston xalqining beshiq kelayotgan bir baloyi ofat bo'libmi, menimki bildig'im bu oila Dolqin Aysa Apandim universitetda namoyishni tashkillab shu faoliyatlarni qilgandan keyin izchil nazorat ostida ekan to'q. Bu ya'ni Xushtar Aysa, Dolqin Aysa Apandimning oilasi ana shularning o'rnaklardan birisi. Amerika Avam Palatası Xitoy ishlari favqulodda komiteti 20 mart kuni e'lon qilgan eng yangi tekshirish dokladida Xitoyning o'z strategiyalik nishonlarini amalga oshirish uchun Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kontrol qilayotganligini o'ttirib qo'ygan. Mazkur dokladda o'ttirib qo'yilishicha, Xitoyning bu xil qilmishi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining innovatiga ziyon yetkazib qolmay, Amerikaning manfaati va qimmat qarashig'ini jiddiy tahdid paydo qilgan bo'lib, Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotini qayta shakllantirish strategiyasining sirlari deb atalgan mazkur doklad jami 34 bet. Dokladda parlament a'zolari Xitoyning BDTdagi sistemini harakati deb xotirlagan bir qator taktikalarni yig'inchoqlagan. Dokladda o'ttirib qo'yilgan Xitoyning taktikalari ichida BDTga topshiradigan pulni ko'paytirish orqali ta'sir kuchini oshirish,
Xitaylarni BDT'ning muhim vazifelerga o'rinlashtirish, xalqaro tinchlik saqlash qismlarini o'zining savdo manfaatini qo'g'dashga ishlatish hamda Xitoy bilan aloqasi bor tashkilotlardan foydalanib BDT'ni ichidan o'zgartirishga urinish qatorliqlarni o'z ichiga oladigan bo'lib, Xitoy bu xil vositalar orqali BDT'ning qaror chiqarish yo'nalishini o'z orzu qilgan natijalarga qarab yetakligan. Mazkur doklad yana o'tgan 20 yilda Xitoyning BDT'ga qilgan iqtisodiy yordamining yildan yilga oshib manganligini, Xitoyning BDT'ning doimiy xomchotidagi nisbati 2006 yildagi 2,5%dan 2026 yili 20,4% ga yetganligini, buning Amerikaning 22% nisbatidan qilsila ikkinchi o'rinda turadiganligini, Xitoyning BDT'ga topshiradigan pulining eshishi Beijingga yangi siyosiy huquqlarni bergan, Xitoy pulni tutib qilish yoki kechiktirib topshirish taktikasi orqali BDT'ni o'ziga siyosiy jihatda yo'l qo'yishga majburlagan va bu organning taraqqiyotini o'z manfaatiga foydali yo'nalishga mang'uzolaydigan holat ketgan deganlarni o'ttirib qo'ygan. Doklad yana muhim vazifalarga Xitoy fuqarolarini qo'yish orqali organlarni ichidan kontrol qilish haqida to'xtalib, o'tgan 20 yilda BDT sistemasida xizmat qiladigan Xitoy fuqarolarining soni 1664 ga yetganligini, Xitoy sistemli holda o'z fuqarolarini BDT'ning yuqori darajali rahbarlik qatlamiga o'rinlashtirib kelganligini, 2021 yilgacha bo'lgan statistikaga asoslanganda BDT qarmog'idagi 15 maxsus organning 4iga Xitoydan kelgan shaxslar rahbarlik qilganligini ta'kidlab, misol sifatida BDT yezikilik va yemaklik tashkilotining bosh mudiri Ku Dongyoning ayni vaqtda saylam jarayonida taraqqi qilayotgan davlatlarga besim ishlatib, biletlarini suratga tortib ko'rsatishni talab qilganligi va organ ichidagi mustaqil tekshirishlarni qasddan kechiktirganligi bilan ayblaganligini, BDT iqtisod va ijtimoiy ishlar bo'yicha sobiq muavin bosh kotibi Wu Hongboning 2017 yili Dolqin Aysani takliflik vakil bo'lishiga qaramay, BDT munbiridan qo'g'lab chiqargan va keyin Xitoy televiziyasida vatan manfaatini qo'g'daganligi bilan maqtalganligini, xalqaro fuqarolar avatsiya tashkilotining sobiq bosh kotibi Liu Fangning Xitoy xakerlar guruhiga chetishliq tor hujumini tekshirishni kechiktirganlik bilan ayblanganligini, yana Xitoy o'zining tinchlik saqlash qismlarini sistemli holda o'zining iqtisodiy manfaati bor rayonlarga, masalan Janubiy Sudanga o'rinlashtirganligini, amaliyotda Janubiy Sudan neftining 70%ning Xitoyga eksport qilinganligini, BDT'da maslahatchilik salohiyatiga erishgan Xitoy tashkilotlarining sonining 134 ga yetganligini va bu tashkilotlarning ko'pinchisining o'zlarining kompartiya bilan bo'lgan aloqasini yo'shirib kelganligini, Xitoy bu soxta jamiyatlar orqali BDT munbarlarida Beijingning siyosatlarini maydiylagan va kishilik huquq dafsanchiligiga qarta berilgan tanqidlarni rad qilib, xalqaro jamiyatning qarorlariga ta'sir ko'rsatganligi haqida tafsiliy to'xtalgan. Mazkur doklad yana Amerika hukumatining BDT'dagi Xitoy ta'siriga qarshi turish uchun BDT'ni o'zining aslidagi nizomnoma prinsiplariga qaytarish va xalqaro organlarning tarafsizligini qo'g'dash, Xitoyning BDT sistemasi ichida ilib borgan barliq sistemlik suiiste'mollarini va qoidaga xilof qilmishlarni atrofli tekshirish, Xitoyning BDT'dagi taraqqiy qilayotgan davlat salohiyatini qaytadan baholab chiqish va bu orqali Xitoyning o'rinsiz imtiyozlarga erishishini to'sish, Amerika davlat ishlari kotibi va Amerikaning BDT'da turishliq doimiy vakilining Xitoyning BDT'dagi harakatlari to'g'risida parlamentga yillik doklad berish tuzumini yo'lga qo'yish qatorliq konkret tavsiyalar o'ttirib qo'yilgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza oluşunu unutmang. Xeyir xoş.